1 soat kamida kuni bo'yi yoki psixolog shug'ullanish kerak, 1 soatdan ular uchun alohida shug'ullanish kerak har bitta bola bilan. Immunitet ham yaxshi anaqa qiladi-da, nima deydi? Kasal boshida bo'ladi, u tabiiy. Mana bog'chaga olib boruvdim, bir haftada kasal bo'lib qoldi, u tabiiy. Vitamin bo'ladi bolalarga. O'shaning uchun biz 4 xil choy kirgizganmiz. Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Bugun men sizlarga Arximed Kids bog'chasi haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. O'ylaymizki, sizga bu videomiz juda ham foydali bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring va maxsus taklifimizni qo'ldan boy bermang. Juda ham ko'p savollar bizning manzilimiz to'g'risida kelib tushadi. Biz sizlarga hozir o'z manzilimizni tushuntirib o'tamiz. Bizning manzilimiz Yunusobod tuman 18-kvartal Oqtepa mahallasi 274-maktab yonginasida joylashgan. Men Qurbonova Sayyora Rajabovna Arximed Kids bog'chasining rahbariman va bu sohada 30 yillik tajribaga ega pedagog bo'laman. Sayyora opa, siz bu sohada shu paytgacha qaysi loyihalarda ishlagansiz, qaysi lavozimlarda ishlagansiz, shu haqida bizga to'liq ma'lumot bersangiz. Albatta, men Qurbonova Sayyora Rajabovna bu sohada 30 yildan beri ishlab kelaman. Demak, ish faoliyatimni tarbiyachi yordamchiligidan boshlaganman. 4 yil tarbiyachi yordamchisi bo'lib ishlab, bu soha menga juda ham yoqib qolgani uchun o'rta ma'lumot olish uchun kollejda maktabgacha ta'lim yo'nalishida o'qiganman va yana ham o'zimni tajribamni oshirish uchun, o'zimni ustimda ishlash uchun Buxoro davlat universitetida maktabgacha ta'lim, pedagogika va psixologiya yo'nalishida o'qiganman. Undan keyin o'qishni bitirganimdan keyin magistraturaga o'qishga kirdim va 2 yil magistraturada o'qib, hozirda doktoranturaga tayyorlanmoqman. Xudo xolasa, til sertifikatim olsam, doktoranturada doktorskiy ishini yoqlamoqchiman. Shu paytgacha qaysi bog'chalarda ishlab faoliyatingizni ko'rsatgansiz? Demak, birinchi bo'lib davlat bog'chasida ish boshlaganman. Hozir aytib o'tganimdek, tarbiyachi yordamchisi, undan keyin tarbiyachi, 17 yil davlat bog'chasida 495-maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyachi bo'lib ishladim. Undan keyin xususiy bog'chalar ochilishi boshlaganda menda qiziqish bo'ldi. Xususiy bog'chalarda bo'lgani uchun meni ishga taklif qilishdi va men Mirzo Ulug'bek rayonidagi Smart bog'chasiga tarbiyachi bo'lib ishga kirdim. Ish faoliyatimni davom ettirdim. Shu orada universitetda o'qidim. O'qiganimdan keyin ish tajribamni oshirdim, chunki u yerda juda ham kuchli mutaxassislar bor edi. Kuchli mutaxassislar yig'ilgan o'tga. Rahbarimiz Muazzam Shavkatovni tanlab pedagoglarni olganlar. Ulardan juda ham ko'p narsa o'rgandim va bu kasbga yana ham qiziqishim ortib, o'qishimni bitirib, universitetga o'qishimni bitirib, magistraturaga topshirdim. Magistraturani bitirdim. Keyin menga rahbarlik taklif qilishdi. Men Chorsudagi Amin Kids bog'chasida 1,5 yil mobaynida rahbar bo'lib ishladim. Bog'chani oyoqqa qo'ydim desam ham bo'ladi. Undan keyin
Volida Kids bog'chasiga taklif qilishdi ustozlar ishga. U yerda ham rahbar bo'lib 1 yildan oshiq vaqt ichida ishladim. Keyin Qo'yliqdagi bog'chadan taklif tushdi menga rahbarlikka. Bog'chani shunaqa oyoqqa qo'yib bering. Bola kelish kamayapti, mutaxassislarimiz kamroq, yaxshi mutaxassis yig'a olmayapmiz deyishganda u yoqqa borib bola yig'dik. Borganimda 11 tagina bola bor edi. 70 tagacha chiqardim bolalarni yo'lga qo'yib. O'zim bilan birga ishlagan pedagogga rahbar qilib qo'ydim o'rnimga, chunki bu bog'chani o'sha payt qurilyotgandi, taklif oldinroq tushgan, 2 yil, 3 yil oldin. Faqat skeleti bor edi. Bitgan bino, ko'tarilgan bino, tomi yopilgan, lekin hech narsasi yo'q. Shunaqa taklif bilan chiqishdi, shu yerda bog'cha ochsangiz ishlaysizmi deb. Ungacha bitguniga qadar men u bog'chalarni, boshqa bog'chalarni oyoqqa qo'yib berdim, bola yig'ib, pedagoglarni ishga olib, yo'lga qo'yib berdim ishlarini va bu yoq mana iyun oyida biz bu bog'chani ochdik. Demak, bu bog'chani ochishimizdan maqsad o'zi bog'chani otiga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, Arximed. Nimaga Arximed? Hozir matematikaga ixtisoslashtirilgan universitetlar, maktablar juda ham ko'p bo'lgani uchun men shuni bog'chasini ochmoqchi bo'ldim. Matematika va ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan. Nimaga degan savol tug'iladi. Chunki ertaga maktabga chiqqanda bola agar matematika bilan ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan maktabga borsa, tayyor poydevor bor bolada, qiynalishmaydi. Ingliz tilidan ham, matematikadan ham Arximed o'zlari fizik bo'lganlari uchun ham biza fizikani qo'sha olmaymiz. Maktabgacha ta'lim muassasalarida juda ham qiyin fan bo'lgani uchun biz bu yoqqa tajribalarni kirgizganmiz. Har xil tadqiqotlar o'tkazamiz, eksperiment desa ham bo'ladi. Undan tashqari bu bog'chada o'yin orqali ta'lim berish. O'yin orqali. Chunki agar oddiy qilib mashg'ulotni o'tadigan bo'lsak, mana oldingi paytlarda, misol uchun o'sha doskaga bitta temani, o'sha rasmlarni ilib qo'yib turib, o'tda mashg'ulot o'tilardi. Demak, mana fasllar bo'lsa, 4 ta fasl tushuntirilgan, shu bilan tugagan mashg'ulot. Lekin biz nima qilamiz? Mustahkamlashimiz kerak o'sha mavzuni. O'yin orqali mustahkamlab boramiz. Bu juda ham yaxshi natija beradi. Birinchidan bola zerikib qolmaydi. Ikkinchidan kayfiyati ko'tariladi o'yin o'ynab. O'qib ham o'rgansa bo'ladi. Misol uchun tarbiyachi gapirib, birdan 10 gacha sanaymiz deb shu 10 gacha takrorlab bitta mashg'ulot o'tkazsa ham bo'ladi, lekin o'yin orqali bola ko'proq oladi bilim. Nazariy bilim ko'proq bolaga foydali, lekin amaliy bilim undan ham ko'p foydasi. Amaliy bilimmi? Bu demak o'yinlar. Har xil o'yinlar kirgizganmiz. Didaktik o'yinlar, sensorik o'yinlar, harakatli o'yinlar, neyro o'yinlarga alohida to'xtalib ketsam bo'ladi. Neyro o'yinlar nimaga kerak bolalarga? Demak, bizda ikkita miya qobig'imiz bor. Bizda asosan o'ng tomonimiz yaxshi ishlaydi, chap tomonimizga qaraganda. Chap tomonimiz sal orqada qoladi. Mana yozganimizda ham misol uchun o'ng qo'lda chiroyli yozamiz, chap qo'lda chiroyli yoza olmaymiz yoki o'ng qo'limizda ko'p bajariladigan ishlarni chap qo'limizda bajara olmaymiz. Neyro o'yinlar shunaqaki, ikkita miya qobig'ini bir xil rivojlantirishni boshlaydi. Shunda boshqa mashg'ulotlar, boshqa ko'nikmalarni o'ziga olish bolalarda osonroq bo'ladi. Chunki miyasini ikkita qobig'i birdaniga ishlashni boshlaydi. Qo'l harakatlari bilan bajariladi. Bu oyoq harakatlari, qo'l harakatlari bir paytda o'zida ikkita qo'lda bajariladigan mashqlar. Oyoqda ham xuddi shu narsa takrorlanadi, qo'l bilan ham, keyin ko'z bilan. Juda ham yaxshi natija beradi. Keyin eksperimentlar, tadqiqotlarga keladigan bo'lsak, bolaga nima naqasi bor, qiziqarli tomoni bor tadqiqotlarni. Bola birinchidan emotsionalniy o'sha emotsiyasi ishlaydi bolada, qanaqadir nima deydi, xursand bo'lib ketadi. Chunki bola bu narsani ko'rmagan. Bu narsa misol uchun vulqonni olib borib qaysidir tog'iga vulqon otiladigan joyga u narsani ko'rsatib bera olmaymiz.
O'shaning uchun tadqiqot qilib o'zimiz hech qanaqa zararsiz narsalardan o'sha vulqonni yasab turib, qanaqa vulqon o'sha kelib chiqishi yoki otilishi shunaqa narsalarni ko'rsatamiz. Demak, oddiy kartoshkani olganimizda agar undan tadqiqot o'tkazadigan bo'lsak, ikkita idishda suv olamiz. Bittasi tuzli suv, namakob suv, ikkinchisi oddiy suv. Tuzli suvga kartoshkani solganimizda tepaga chiqadi, chunki u og'irligini yo'qotadi. Tuzsiz suvga solganimizda u cho'kadi, chunki og'ir. Shunaqa tadqiqotlar o'tkazamiz. Yana bizda o'zim yaxshi ko'rgan bog'chadagi anaqa noan'anaviy rasm chizish. Noan'anaviy rasm chizish bilan o'zim pedagog bo'lib ishlaganda shug'ullanish boshlaganman. Boshqalarda yo'q edi bu narsa, lekin men o'zim qiziqib, internetdan ko'rib, qidirib, har doim shu oddiy rasm chizadigan kestichka yoki qalamdan foydalanmasdan ham turib rasm chizsa bo'lar ekan. Ipda rasm chizsa bo'ladi, sharda rasm chizsa bo'ladi, oddiy yelimli paketda rasm chizsa bo'ladi, uchochkada rasm chizsak bo'ladi, gubkada rasm chizsak bo'ladi. U bolaga qiziqroq, kestichka bilan qalamda chizgandan ko'ra qiziqroq, chunki uni o'zini mehnati. U qo'lida yasayapti, o'sha narsa bilan rasm chizyapti. Bu qanaqadir kashfiyotda bu narsa ham. Juda ham tabiiy chiqadi bu narsa. Misol uchun bitta rasmni hozir pedagoglar shunaqa oson yo'liga o'tib olishgan. Kserokopiya qilib bitta raskraska chiqarib berishadi bolaga. Bolaga tayyor shablon u. Tayyor shablon bitta ichilib bo'yab beradi, bo'ldi. Bu bilan bola nima olyapti? Hech nima olmayapti. Tayyor chizmasi bor, ichini bo'yayapti, beryapti. Noan'anaviy rasm chizishda bola noldan boshlab o'zi san'at asari yaratyapti. Bu juda ham katta farqi bor-da bu narsani mana ishlaganimizda ko'rdik. O'sha bizning bolalarimiz oddiy rasm chizgisi kelmayapti. Shu o'zim yaratay, shu san'at asarini deyishyapti. Uni ko'rinishi ham boshqacha-da. Bir ko'rsangiz birdaniga tushunib ola olmaysiz o'tda nimani rasmligini. Lekin yaxshilab e'tibor bersangiz, o'tda misol uchun gul yoki daraxt yoki qanaqadir inson yoki qanaqadir hayvon nimasi kelib chiqadi. Sayyor opa, o'zi odatiy bog'chalardagidek sizlarda qanaqa metodlar orqali dars o'tasizlar? Shu haqida ozroq gapirib bersangiz? Demak, biz O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining dasturi bor. Maktabgacha ta'lim dasturi, ilk qadam dasturi bo'yicha ishlaymiz. 5 ta burchak bo'yicha o'zini tartiblari bor, o'tda maqsad bor, o'tda juda ham ko'p chuqur o'ylab bu dasturni o'ylab topishgan. Juda ham foydali hamma uchun, bolalar uchun ham, pedagoglar uchun ham juda ham foydali. Endi biz nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasi bo'lganimiz uchun ilk qadam dasturi bo'yicha ham ishlaymiz, lekin o'zimiz ham yangi metodlarimizni qo'shganmiz. Qo'shimcha qilishimiz mumkin qonun tomonidan. Lekin bir achinarli holatlarga hozir duch kelyapman o'zim. Shu bog'cha sohasida, maktabgacha ta'lim sohasida men o'zim kritik deb bilaman. Qanaqa? Bu yomon ma'noda emas. O'zim rahbar bo'lganim uchun juda ham ko'p bog'chalarni kuzataman va u yerda yo'l qo'yilayotgan ko'p xatolarga duch kelaman. Juda ham ko'rib, o'zim xulosa qilib, analiz qilib chiqaman bu narsani nima xatoliklarga yo'l qo'yishyapti. Birinchi o'rinda hujjatlar. Demak, dastur bo'yicha ishlashmayapti ko'p bog'chalarda. Shu dastur bo'yicha hech qanaqa ularda, misol uchun, pasobiyalar yo'q, mavjud emas. Hech qanaqa pasobiyalar. Demak, pasobiya degani bu tarbiyachilarga kerak bo'lgan o'sha ko'rgazmali qurollar. Ko'rgazmali qurollar. Bizda bu narsalar mavjud. Demak, bizga shunaqa tayyorlab berishganki, har oy oxirida keyingi oygi tayyor papkalarni jo'natishadi, tayyorlab. U yerda misol uchun o'yin ham bor, doskaga misol uchun ilib qo'yib tushuntiradigan mavzular ham bor, matematika ham bor, nutq o'stirish ham bor, o'yinlar bor, ichida har xil tabiat bilan tanishtirish bor, atrof olam bilan tanishtirish bor, ekologiya bor, ekonomika bor. Juda ham chuqur nima deydi, bolalarga bilim beradigan hamma narsa mavjud. Lekin bu narsalardan ko'p bog'chalar foydalanishmaydi. Juda ham katta xatoga yo'l qo'yishadi. Mana
tarbiyachini o'zini misol uchun yurgizadigan plan daftari bo'ladi, reja daftari bo'ladi. Rejada demak ertalabki shu bolalarni qabul qilish, bolalarni qabul qilgandan keyin suhbat qurish bolalar bilan, mana ko'chada nima ko'rding, bugun havo qanaqa, ob-havo yoki qaysi fasl hozir, mana ko'chada kelayotganingda misol uchun yo'ldan o'tib kelding, mana mashinalar qizil chiroqda to'xtayaptimi, to'xtamayaptimi, yoki kimlarni uchratding, qo'shningni yoki bironta qariyani salom berdim, yordam berdim yoki mana og'ir sumkalari bo'lsa oyim bilan ko'tarishib yo'ldan o'tkazib qo'ydik degan narsalar shu to'g'risida suhbat bo'ladi. Yoki kecha uyga borganingdan keyin, bog'chadan borgandan keyin nimalar qilding? Misol uchun uyga bordim, o'yinchoqlarimni o'ynadim, keyin o'yinchoqlarimni yig'ib qo'ydim, televizorda qiziqarli multfilm tomosha qildim, keyin oyim ovqatlari pishdi, ovqatlandim, keyin yotib uxladim. Demak, yotib uxlashdan oldin yuvindim, tishlarimni tozaladim, keyin yotib uxladim. Shu mavzuda suhbat bo'ladi. Suhbatdan keyin biz badan tarbiya mashqlarini qilamiz har kuni. Bir kun ham qoldirmasdan badan tarbiya mashqlari, chunki bolani chiniqtiradi u. Misol uchun uyqusiragan bolalar bo'lsa, ochadi bolalarni. Bolalar mashg'ulotga tayyor bo'lishi uchun qanaqadir harakatli o'yin yoki qanaqadir harakatlarni bajarish kerak bo'ladi. Badan tarbiyadan keyin nonushta boshlanadi. Demak, bolalar nonushta qilishadi. Nonushtadan tugatishgandan keyin hamma yoq yig'ishtirib tozalangandan keyin mashg'ulotlar boshlanadi. Tarbiyachilar mashg'ulot o'tadi, bolalar shu o'tirib darslarini qilishadi. Bizda hamma hujjatlar mavjud. Shu talab bo'yicha vazirlik talabi bo'yicha hamma hujjatlarimiz mavjud. Birinchi o'rinda ishchilarni ishga olinganlik to'g'risida prikazlar. Bu nimaga kerak? Mana ko'p bog'chalardan kelishadi. Misol uchun, men bog'chada ishlaganman. Qaysi bog'chada ishlagansiz? Men bog'chada ishlaganman. Qani o'sha misol uchun Maygo'da chiqmayapti. Ularni shu ishga olingani, ishdan bo'shatilgani nimaga? Chunki ularni ishga ham olishmagan, ishdan ham bo'shatishmagan. Demak, o'tda hujjat yurg'izilmagan. Bizga nima foydasi bor? Bu ishchilarning hujjati borligini, demak, prikazi chiqqan shu ishga olinganlik to'g'risida. Hozir har xil vaziyatlar bo'lyapti bog'chalarda. Demak, hozir internet tarmoqlarini agar kuzatishayotgan bo'lsa, bolaga baqirish, urishish, qo'rqitish, qamab qo'yish yoki kaltaklash, shunaqa narsalar kelib chiqyapti, achinarli narsalar. Demak, bunda biz nima qila olamiz? Demak, bitta ishchimiz shunaqa bir xatoga yo'l qo'ydi, misol uchun bolaga baqirdi yoki do'q urdi yoki siltaladi yoki urdi bolani. Men nima qilaman? Bu ishchini ishdan bo'shatishim kerak, chora ko'rishim kerak. Bu ishchini men qonun doirasida bo'shataman, ishdan qonun doirasida statya bilan bo'shataman. Statya bilan bo'shataman, shunaqa narsa qildi, men shu ishchini bo'shatdim deyman. Bu nimaga kerak? U boradi, ertaga boshqa joyda o'z ish faoliyatini davom ettiradi. Davom ettirgani borganda Maygovda chiqadi. Misol uchun, bu shu statya bilan bo'shatilgan. Bu ishchidir. Ular menga so'rovnoma jo'natadi. So'rovnoma u rahbar, ish beruvchi menga jo'natadi. Siz nimaga bu ishchini mana bizga ishga keldi? Elektron tarzda keladi menga. Nimaga ishdan bo'shatgan edingiz? Nima bo'ldi? Ular mendan xarakteristika so'raydi. Nimaga bo'shatilgani to'g'risida. Demak, bu qanaqadir qat'iy chora bo'lishi mumkin, lekin bunaqa xatolarga yo'l qo'ygan, misol uchun pedagoglar yoki pedagog yordamchilari boshqa bu sohada ishlashga layoqatli emas. Undan ko'ra o'ziga shu asab tizimlari, misol uchun xohlagan paytda baqiradigan, o'zini xarakterini ko'rsatadigan boshqa joyda ishlashi mumkin, lekin ta'lim sohasida emas. Shuning uchun ham hujjatlar, ishchilarning hujjatlari qonuniy qilib yurg'izilishi kerak deb o'ylayman. Bu ota-onalar uchun ham manfaatli, pedagoglar uchun ham manfaatli va rahbar uchun ham manfaatli. Chunki rahbar suhbat qiladi, ishga olayotganda gaplashadi, lekin odamni bar ichidagisini bilmay qolishingiz mumkin. Bizda hozir bunaqa emas, chunki biz kelgan har bitta xodimni test qilib olamiz, psixologik test qilib olamiz, rasm chizib beradi. Biz aytamiz, nima narsa chizish kerakligini aytamiz, u chizib bilmagan holda ichidagi hamma anaqalarini, negativ, pozitiv anaqa tomonlarini o'zi ko'rsatib qo'yadi.
o'zi ochib beradi. U qanaqa inson, qanaqa pedagog, bolalarni yaxshi ko'radimi, yaxshi ko'rmaydimi, bu sohani mutaxassismi, mutaxassis emasmi, bu sohaga qanchalik darajada misol uchun qiziqadi yoki bu qanchalik darajada ko'tarilmoqchi yana. Mana misol uchun bitta narvonni rasmini chizib bering desak, bir xil narvon rasmini chizadi-da, bor o'sha psixologik testimizda narvonni tepadan boshlab anaqalarini chizib keladi. Chiqadigan yo'lakchalarini pastga qarab chizadi. U degani uni hech qanaqa уже o'sishga anaqasi yo'q. Layoqati yo'q, xohlamaydi u. Pastdan tepaga qaratib chiqa, u maqsad bor unda. U yana ham ko'proq o'rganmoqchi, yana ham shu sohani mutaxassisi bo'lmoqchi. Misol uchun gul chizib bering desak, bor o'sha testimizda. Men bu testni hech kimga ochiqlab bermaganman, chunki bu testni biz o'zimiz o'ylab topganmiz. Tasdiqlangan bu narsa. Gul chizib bering desak, gulni o'zini chizishadi. Uni bandi yo'q, bargi yo'q. Bu bolaga muhabbat va oila. Misol uchun oilada ona qanaqa bo'lsa, demak, bog'chada ham u ona, u pedagog emas, u ona. Kechgacha olib o'tiriladigan, misol uchun kechqurun ota-onasi bo'lsa, uni bu yerda ota ham, ona ham pedagog bo'lishi kerak. Shunda gulni havoda uchmaydi-ku gul. Uni banda bo'lishi kerak, yer bo'lishi kerak, yam-yashil, nima deydi, barglari katta-katta bo'lishi kerak. Nechtadir gulda ham chizish mumkin-da, bitta gul emas-da. Keyin misol uchun to'rtburchak chizib bering deymiz. Bitta katta oq qog'oz beramiz, u yerda juda ham chiroyli qilib katta-katta qilib chizsa bo'ladi. Lekin ular nima qiladi? Bitta burchakni tanlab, o'sha yerda nechtadir detalni o'sha aytgan narsamizni o'sha yerda o'ziga joylashtiradi. Demak, to'rtburchak chizib bering desak, ular kichkina to'rtburchak chizib qo'yadi. To'rtburchak nima bu? Bu men. Men. To'rtburchak men. Demak, kichkina bo'lsa, uni meni yo'q. Agar katta bo'lsa, u men, u shakllangan unda. Men shaxsman degan narsa bor. Ishga ham nisbatan, oilaga ham nisbatan, misol uchun er-xotin munosabati, qaynona-qaynota munosabati, bolalarga bo'lgan nima deydi, munosabati, hamma narsa o'sha menda joylashgan bo'ladi. Uni ishi ham, hammasi, oilasi ham, ish tajribasi ham, hammasi ichiga kirib ketadi. Ona. Shunaqa chizdirganimizda shunaqa holatlar bo'lgan, pedagoglar kelsa, "Men bunaqa qila olaman, men bunaqa qila olaman, bolalar bilan men bunaqa shug'ullanganman, bunaqa men zo'r qilib tashlayman, bolalarni yaxshi ko'raman" deyshadi. Psixologik test olganimizdan keyin o'sha umuman teskarisi bo'lib chiqadi. O'zi noqulay ahvolga tushib qoladi. Uyalib qoladi o'zi. Uyalib qoladi. Qochishga joy topa olmay qoladi-da. Shunaqa tajribamizda bo'lgan. Mana shu ishga qabul qilayotganimizda qochishga joy topa olmay qoladi. Ko'z olib qochish, gapda gapirayotganda tutilish, tezroq shu xonadan chiqib ketish va boshqa qaytib kelmaslik. Shunaqa. Lekin yaxshi natijaga erishdik bu test bilan. Mana hozir pedagoglarimiz juda ham xotirjam, o'z ishini mutaxassisi. Meni yordam qilaman. Maslahatlarimni berishim mumkin, o'zim kirib dars o'tib berishim mumkin, ko'rsatishim mumkin, misol uchun. Lekin o'zlari eplashadi hamma narsani. Mana shu kameradan o'tirib, kuzatib o'tiraman. Hamma o'zini ishi bilan o'zi band. Chunki hamma o'zini vazifasini biladi. Nimaga? Chunki biz ishga olayotganimizda ularga shartnoma beramiz. Shartnomada uni vazifalari va biz tomonidan qo'yiladigan shartlar va uni haq-huquqlari yozilgan bo'ladi. Biz buni ikki tomonlama shartnoma deymiz va birga, shu xodim bilan birga bu hujjatni imzolaymiz. Yana eng muhim hujjatlardan biri bu bolajonlarning sog'lomligi to'g'risidagi kartalar hisoblanadi. Demak, bizga bog'chamizga kelishganda biz ularga tushuntiramiz. Demak, ota-onaning pasport nusxasi, bolaning demak metrka kopiyasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi va poliklinikadan med kartasidan ko'chirma kerak bo'ladi. Bu nimaga kerak bo'ladi? Demak, bolalarni sog'lomligi to'g'risidagi kartalar nimaga kerak bog'chaga degan savol tug'ilishi mumkin. Bu juda ham muhim. Chunki bola tug'ilganidan keyin shu olib kelgan
Прививkalari, o'sha emlashlarni olgan bo'lishi kerak bola. Hamma emlashlarni olmaganlarini shu bog'chaga kelgandan keyin sekin-sekin olish kerak bo'ladi. Keyin yana u yerda nima ko'rsatiladi? Qanaqa kasalliklar bilan bola kasallangan. Misol uchun surunkali allergiya bo'lishi mumkin yoki qanaqadir diagnozli bolalar bor hozir. ZPR, DCP, autizm bolalar bor. Shular hammasi kartaga ko'chirilib beriladi. Biz bilishimiz kerak, qanaqa bola qabul qilyapmiz. Misol uchun kasal bolalarni biz qabul qilmaymiz. To'g'ri, qabul qilinglar, o'zingizlarni anaqalarga kirgizinglar. Misol uchun doktorlar aytadiki, shu sal kamchiligi bor bolalarni sog'lom bolalarga qo'shsak yaxshi natija bo'ladi. To'g'ri, natija bo'ladi, faqat u bola uchungina bo'ladi. Chunki tajribamdan kelib aytaman, bu narsani tajribamdan chiqib kelib aytaman. Kimlargadir yoqmasligi mumkin. Misol uchun nima deydi? Hech kim bolasini kasal bo'lsin demaydi. U misol uchun qanaqadir sal kamchiligi bor bolada o'zgarish bo'lishi mumkin. Sog'lom bolalarni ko'rib olganmiz, ishlaganmiz, unaqa bolalar bilan ishlaganman, autizm bolalar bilan ham, DCP, ZPR bolalar bilan ham ishlaganman, yaxshi natijalarga erishganman. Demak, o'sha jamoa bo'lib ishlash, misol uchun raqsga tushishni boshlashadi, bolalar bilan birga badan tarbiya qilishadi, birga o'tirib ovqatlanishadi, tartibga o'rganishadi. Ularda kuchli isterika bo'ladi, yig'lash, qattiq baqirib, ovoz chiqarish, shunaqa narsalar bo'ladi. Bu atrofdagi bolalarga ozgina ta'sir qilishi mumkin. Nimaga desangiz, chunki ular uni qilayotgan shu harakatlari yoki qanaqadir tovushlarni takrorlashni boshlashadi. U injiqlik qilib, misol uchun qilmayman deb yerga yotib olsa yoki boshini devorga ursa, ular ham misol uchun ota-onasi nimadir olib bera olmaganda yoki bog'cha opasi nimadir qilishni iltimos qilib so'raganda shunaqa o'zlarini xarakterlarini ko'rsatish boshlashadi. O'shaning uchun ular uchun maxsus bog'chalar mavjud, juda ham ko'p Toshkent shaharda. Endi u yoqqa olib borishsa, ko'proq nima deydi, bolaga yordam bo'lardi-da, qanaqadir bolaga podдержка bo'lardi, baribir aytadi-yu, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi-ku, ularning o'zini mutaxassislari bor. Ular bilan men aytaman-da, mana kelsa aytaman, xafa qilgim kelmaydi. Men ularga tushuntiraman, biz bolangizga keraklik bilim bera olmaymiz. Chunki ular bilan har doim logoped shug'ullanishi kerak. Misol uchun 1 soat kamida kuni bo'yi yoki psixolog shug'ullanishi kerak, 1 soatdan ular uchun alohida shug'ullanish kerak har bitta bola bilan. Bizda ko'pincha frontalniy alohida shug'ullanish ham bor bizda. Endi qanaqa? Orqada qolayotgan bolalarni olib alohida shug'ullanamiz, lekin ularga massaj kerak. Misol uchun dihательный упражнение havo yo'llari uchun mashqlar bor, uni qilish kerak. Misol uchun ularda o'zini to'g'ri tutib mana yurib bora olmaydiganlari bor, misol uchun yiqilib tushadiganlari bor, o'zini otib yuboradiganlari bor. Ular tepaga chiqishi, stol ustidan sakrashi, narsa otishi, shunaqa narsalar yoqadi-da ularga. Ular bilmagan holda shu narsani qilib qo'yadi. U yoqda mutaxassislar bo'lgani uchun chiroyli natija qilib berishadi. Misol uchun ko'p emas. Kimgadir 5 oy vaqt yetarli, kimgadir 1 yil vaqt yetarli, kimgadir 5 yil, kimgadir 2 yil vaqt yetarli. Shu vaqt ichida bolasi bilan muntazam shug'ullanib, chiroyli yo'lga qo'yib bersa, keyin oddiy bog'chaga bersa, oddiy bolalarga o'xshab bola o'qib, o'ynab ketaveradi. Biz qiynalmaymiz shunda. Demak, bolalarning kartalari bizga shuning uchun ham juda ham muhim. Chunki biz bolaning sog'lomligiga 100% ishonch hosil qilishimiz kerak. Shunda qanaqadir muammo bo'lib qolsa, misol uchun issig'i chiqib qolsa, agar uni epilepsiyasi bo'lsa, issig'i ko'tarilgan payt, harorat ko'tarilgan payt bolada tutqanoq tutishi mumkin. Kartada yozib berishadi. Uni qanaqa kasali bor, nimalar bor. Misol uchun nevrologicheskiy kasali bo'lsa, sal bironta bola qattiqroq baqirib, uni urishib qo'ysa ham bolada nima deydi? Yig'lab, o'zini urish, mana shunaqa narsalar bo'ladi-da. O'shaning uchun bizga psixolog xulosasi kerak, nerpatolog xulosasi kerak bog'chaga olishimiz uchun bolalarni. Allergiyasi bo'lmasligi kerak. Men ota-onalar kelganda so'rayman, bolangiz allergiyasi yo'qmi? Misol uchun qizilga yoki shiringa, laringit bor bolalarda. So'rayman. Nimaga so'rayman? Chunki agarda qizilga allergiyasi bo'ladigan bo'lsa, misol uchun biz oq sho'rva berishimiz mumkin.
yoki pomidor berayotgan bo'lsak, unga bodring berishimiz mumkin. Mana shunaqa qilib biz ratsionni to'g'rilab olamiz-da, bolaga zarar bermasligimiz kerak. Mumkin narsa bor, mumkin emas narsa bor. Buni hammasini biz ota-ona kelganda so'rab olamiz. Qabul qilgan kunimiz so'rab olamiz, tushuntirish ishlari olib boramiz ota-ona bilan. Mamnaqam o'zini qanaqa tutardi yoki mamnaqa har xil isterikalari yo'qmi bolada, hech qanaqa stress olmaganmi? Stressga ham urg'u berib o'tsak bo'ladi. Mana ko'p bog'chalardan kelishadi. Bolam bog'chada stress olib qoldi. Misol uchun yaxshi muomalada bo'lishmagan, baqirib qo'yishgan. O'shandan keyin bog'chaga bormayman. Boshqa bog'chalarning oldidan o'tib ketsam, bolam xarxasha qilib yig'layapti deb olib kelishadi. Biz nima qilamiz? U bola bilan mana bir xil bolada 15 kun, bir xil bolada 1 oy, qaysidir bolada 1 hafta, 10 kun ishlaymiz bolalarning ustida. Chunki o'sha stressdan bolani yoki depressiyadan chiqarib olishimiz kerak. Что bog'cha bu juda ham yaxshi joy. Bu yerda o'rtoqlari bor, do'stlari bor, darslarini qiladi, ko'p narsalar o'rganadi. Qilib bolani shu stress holatdan chiqarib olamiz. Lekin juda ham ko'p ota-onalarda, demak, hozir bolalarda olib kelishayotganda norozilik. Ota-onalarda shu bog'chadan olib qoldi. Biz so'raymiz, nima sababdan boshqa bog'chalardan olib kelsa, so'rayman men, nima sababdan bu bog'chaga olib kelyapsiz? Demak, ko'nika olmadi, moslasha olmadi bog'chaga deb aytadi ko'plar. Sababini nima deb tushuntirdi sizga rahbariyat? Yo'q, tushuntirmadi deydi. Hech nima deb tushuntirmadi. O'rgana olmayapti, o'rganadi deb aytdi. Qanaqa qilib o'rgana olmayapti, o'rganadi? 1 oy borgan bola bog'chaga, 1,5 oy borgan. Har kun xarxasha, yig'lab, ota-ona uni sudrab, bog'chaga olib borib qo'yib kelyapti-da, qana uni tushuntirish kerak. Demak, adaptatsiya, o'sha moslashuv o'zi belgilab qo'yilgan. Misol uchun 20 kundan 1 oygacha, 1,5 oydan misol uchun 2 oygacha, eng og'ir stepeni bu 3 oydan 5-6 oygacha deb belgilangan. Uni ota-onaga to'g'ri tushuntirib berish kerak. Demak, adaptatsiya o'sha moslashuv davri 3 ga bo'linadi, 3 ta bo'limga. Birinchi bo'lim, ikkinchi bo'lim, uchinchi bo'lim deb oldindan tushuntirilsa, ota-ona hech qanaqa misol uchun norozilik bildirmaydi. Demak, bolamda hali moslashuv ketayotgan ekan, sabr qilamiz, xudo xolasa o'rganib ketadi. Deymiz, hozirgi ota-onalarimiz juda ham shoshqaloq. Buni ham aytib o'tmasam bo'lmaydi. Bog'chaga olib kelganda onalarda, ko'pincha onalarda, endi otalarda ham hozir shunaqa narsa kuzatilyapti. Demak, ular shu ko'zida yosh bilan, qanaqadir xavotir bilan, shu bolamni beribmanman, bugun tashlab ketyapman, nimalar bo'ladi bu yerda? Bolam yig'lab qoldimikin yoki qarashmadimikin yoki pampersi ho'l qolib ketdimikin deb xavotirga tushaveradi-da. O'sha payt men aytaman, avvalambor siz xotirjam bo'ling. Hamma joyda, misol uchun, kameralar mavjud. O'tirib, har doim kamerada o'tirib qarab o'tiraman. Yangi kelgan bolaga juda ham katta ahamiyat beramiz. Har yarim soatda yoki psixolog yoki o'zim kirib bolani kuzatamiz. Qanaqa, nima, yig'layaptimi, yig'lamayaptimi, qarashyaptimi, yo'qmi, kuzatib boramiz. Ota-onalarni har doim xotirjamlikka chaqirganman. Shu hozir 40 ta bola bo'lsa, bog'chada 40 ta ota-onamga ham shu gapni aytganman. Chunki 40 talasida ham shunaqa o'zligidan kechirishgan. Shunaqa og'riqli daqiqalarni kechirishgan, aytganman, xotirjam bo'ling, bola sezadi, bola injiqlanish boshlaydi, biz ishlamaymiz unaqada bola bilan. Chunki ertalab qanaqa kayfiyatda ona bog'chaga olib kelayotganini bola sezadi. Bola juda ham kuchli psixolog, bir kun aytib ko'radi. Men bormayman bog'chaga, meni xafa qilishyapti deydi-da, bola aytib ko'radi. Agar o'sha aytgan gapi rol o'ynab natijaga erishsa bola har kuni shu narsani takrorlaydi. U nima qiladi? Bu yaxshi bog'cha emas ekan deydi. Boshqa bog'chaga olib borsam shu narsa takrorlanaveradi. U kuchli psixolog bo'lgani uchun oisini o'rganib bo'lgan u. Onasini o'rganib bo'lgan. Bormayman, meni xafa qilishyapti desa, olib bormay qo'yadi-da. 1 yildan keyin ham shu holat takrorlanadi. 2 yildan keyin ham shu holat takrorlanadi. Lekin bola har doim uyda o'tiravermaydi-ku onasi bilan. Ertaga misol uchun bog'chaga chiqmasdan turib maktabga chiqsa, bolalarning orasida ajralib qoladi-da bola. Bola yakkalanib qoladi o'zida, chunki u jamoada ishlamagan, bolalar bilan o'ynamagan, hech kim bilan gaplashmagan, o'rtoq bo'lmagan, do'st orttirmagan, maktabda ajralib turadi unaqa bolalar. Shunaqa bo'lmasligi uchun men har doim ota-onalarga aytaman, mana nimaga 1,5 yoshdan 7 yoshgacha qildik, endi hozir maktabga olib berishyapti 7 yoshlarni, 6 yoshgacha deb oladigan bo'lsak, 1,5 yoshda bolani yirik va kichik motorikasi ishlashni boshlaydi.
ularni motorikasiga ishlashimiz kerak. Nimaga? Nutq chiqishi uchun, so'z boyligi ko'payishi uchun biz ularni o'sha motorikasiga ishlaymiz. Qo'l motorikasi, oyoq motorikasi ishlanadi. Qo'l motorikasi o'sha har bitta barmog'imiz uchida o'sha sezgi organlarimiz bor. U olib, qo'yib, ochib qilgan mashqlarida nutq rivojlanadi. Nutq rivojlanadi va so'z boyligi oshishni boshlaydi. O'shaning uchun aytamanda, qancha vaqtlik bersanglar bolalarni bog'chaga, immunitet ham yaxshi anaqa qiladida, nima deydi? Kasal boshida bo'ladi. U tabiiy. Mana bog'chaga olib boruvdim, bir haftada kasal bo'lib qoldi. U tabiiy. Unda misol uchun moslashuv ketyapti bolada. Bu yerda chunki bolalar ko'p. Misol uchun hamma uydan keladi, bog'chada yotib qolmaydi-ku. Har xil kasal misol uchun bo'lishi mumkin. Tashib keladi ko'plar ko'chadan. Uyda bo'lmasa ham ko'chadan tashib keladi-da. Shamollaydi, misol uchun harorati boshqacha bog'chani, uyiga boshqacha, misol uchun faqat uyda olib o'tirib ko'chaga olib chiqmasdan, misol uchun olib o'tirishgan bo'lsa ham bog'chaga kelgandan keyin bolalarni ichiga kirgandan keyin bola shamollaydi, burni oqib qoladi, misol uchun ko'zi og'rib qolishi mumkin. Bu tabiiy. U sekin-sekin, keyin 1,5 yoshdan o'tgandan keyin 2 yosh, 2,5 yosh bo'lganda bola kuchga kirib, o'zi immunitet ishlab chiqarib, kasalliklarni misol uchun qabul qilmaydigan bo'ladi, o'sha yuqmaydi unga kasalliklar deb. O'sha vaqt ichida juda ham ota-onalar nima deydi, xotirjam bo'lishlarini, juda ham misol uchun o'sha fokuslarini shunga ko'p e'tibor qaratmasliklarini iltimos qilgan bo'lardim hamma ota-onalardan. Shunda yaxshi natijaga erishadi. Bolaga ham oson bo'ladi. O'zlariga ham oson bo'ladi. Men aytaman-da, bolani qo'yib yuboring. Bolani siz ushlab turibsiz. Bolani qo'yib yuboring, o'z holiga qo'ying bolani. Yo'q, bog'chaga borishing kerak bolam. Sen o'tda bilim olishing kerak. Ertaga maktabga o'ynaysan, o'rtoqlaring bor, o'yinchoqlar bor qilib olib kelsa, biz misol uchun bir hafta, 10 kun, uzog'i 1 oyda bolani o'zimizni bolamiz qilib olamiz. Bo'ldi, u bola xohlasa, xohlamasa keladi bog'chaga. Bir xil bolalarimiz bor, ana tezroq olib boring, meni ertalab men kasha yeyishim kerak. Menga bermay hech nima tayinlamay, men bog'chada kasha yeyman. Shunchalik shu bog'chada ovqatlash shirinligidan bog'chaga talpinishadi. Kashasini yegandan keyin biladi u bola, darsi boshlanadi. Agar bitta darsdan qolib ketsa, bo'ldi, ikkinchi darsni o'zlashtira olmaydi. Chunki har bitta dars bir kunda misol uchun 7 ta 8 ta dars bo'lsa, bir-biriga bog'liq. Bir-biriga bog'liq. Sayyor opa, bog'chada ovqatlanish qanaqa, bolalar necha mahal ovqat yeydi, qayerdan bozorlik qilasizlar? Bunga qanchalik o'zi e'tibor qaratasizlar? Demak, bizada ovqatimiz 5 mahal. Ertalabki nonushta, ikkinchi nonushta, obed, polnik va ujin. 5 mahal ovqat beramiz bolalarga. Demak, bu ovqat ratsionimizga nimalarni kirgizganmiz? Choydan boshlayman. 4 xil choy kirgizganmiz. Bu romashkoviy choy, shafranli choy, imbir bilan limon qo'shilgan choy va shipovnili choy. Bu nimaga kerak? Demak, bolaning immunitetini ko'taradi, kasalliklarga qarshi kurashadi, vitamin bo'ladi bolalarga. O'shaning uchun biz 4 xil choy kirgizganmiz. Demak, biz yana nimalar kirgizganmiz? Brokoli kirgizganmiz. Bolalarimizga yoqmasdi brokoli yeyish. Keyin uni ham yo'lini topdik. Misol uchun tuxumga bulab turib pishirganimizda bolalar yeydigan bo'lishdi brokolini. Juda ham kerakli anaqa sabzavot, foydali sabzavot. Undan tashqari gulkarom, kabachki, mana shunaqa narsalarni ratsionga kirgizdik. Qovoq, mana tikvinniy sup qilamiz, krem sup qilamiz. Qovoq qanaqa? Qovoqni o'zini ko'rganda bola yemaydi-da. Bola yemagani uchun ham biz nima qildik? Uni krem sup qiladigan bo'ldik. Krem sup qilganda u shu oranjoviy tsvet bo'lib turadi. Bola uni tushunmaydi. Shu qovoqli supligini bilmaydi-da. Shirin bo'lgani uchun ham yaxshilab ichib qo'yadi. Undan tashqari chechevitniy supimiz bor, sirniy supimiz bor. Undan tashqari juda ham ko'p anaqalarimiz, sho'rvalarimiz. Kichkina bolalarga, 1,5 yoshli bolalarga hamma ovqatlarni через blender qilib beramiz, chunki ularda hali chaynash anaqalari unchalik rivojlanmagani uchun ularga maydalab beramiz. Bundan tashqari biz quritilgan mevalar berib boramiz. Demak, shu o'rik nimasi, quritilgan mevasi, olg'o'riniki beriladi bizada. Qovoq urug'i beramiz. Yong'oq beramiz, mayiz beramiz. Bolalarga shu foydali bo'lgan, immunitetini ko'taradigan, qonini ko'taradigan
shunaqa quritilgan mevalar berib boramiz. Endi haftada bir marotaba beriladi bu narsa, lekin bolalar juda ham mazza qilib yeyishadi. Ayniqsa kichkinalar turshaklarimiz katta bo'lgani uchun olib mazza qilib o'shani ta'mini chiqarib yeyishadi. Juda ham yaxshi ko'rishadi. Yana deb so'rashadi. Endi bu bolaga foydali. Chunki uyda ham shu narsalar misol uchun beriladi bolalarga. Demak, Kids Play mahsulotlarini olishni boshladik. Shu bog'chamiz ochilganidan bir oydan keyin men bularni o'sha halol mahsulotlari bilan tanishib chiqdim. Oldiniga baliq va quyon go'shtidan kotletlar kirgizmoqchi bo'ldim, lekin ko'chadan sotib olib o'sha narsani o'zimizda tayyorlab, misol uchun bolalarga yedirishga qo'rqdim. Chunki qachon so'yilgan ovqatdan olib kelingan, bizda bu to'g'risida ma'lumot yo'q. Bularni topdim o'sha internet tarmoqlaridan, chunki o'zim ham farzandlarim, nevaralarimga misol uchun olib shu mahsulotni yedirishgan. Shu 6 oylikdan boshlab yediriladi bolalarga. Mahsulotlarni olishgan, maqtashgani uchun ham chaqirdim, mutaxassislar kelishdi, bizaga shu nimaga foydali, qanaqa, nimadan qilinadi, halolmi, shu savollarimga to'liq javob berishgani uchun ular bilan ishlashni boshladim. Shu quyon baliq kotletlari juda ham mazali, ularni juda ham mazali, chunki o'zim olib kelishganda tatib ko'rganman. Juda ham mayin, bolalarning oshqozonida tez hazm bo'ladi. Misol uchun baliq nima deydi, o'sha ko'z ravshanligini yaxshilasa, quyon go'shti immunitet ko'taradi bolalarni. O'shaning uchun ham beramiz. Rangli chuchvaralar. Rangli chuchvaralarni olamiz. Rangli chuchvaralar tovuqdan tayyorlangan. Rangli bo'lgani uchun tabiiy mahsulotlardan rang chiqarishgan. Misol uchun qizil lovlagi, ko'katlar, sabzi, mana shunaqalardan o'zligi rang chiqarib, rangli chuchvara qilib berishgan. Birinchidan bolaga bu juda qiziq, uni yeyish, chunki har xil ranglari har xil bo'lib, chiroyli bo'lib turadi tarelkada. Va mazali, juda ham mazali. Misol uchun biz tayyorlaganimizda balki shunaqa mazali bo'lmasdi endi ulardagi. Lekin hech qanaqa biodobavkalar qo'shilmasak, ularda tabiiy hamma narsasi. Biz ham juda xursandmiz, Kids Playdan mana birga ishlayapmiz 3 oy, 4 oy mobaynida. Har oy boshida bizaga o'sha keladi Kids Play mahsulotlari o'zlarining mashinalarida olib kelishadi. Xolodilnikda saqlangan holda olib kelishadi. Bular uchun biz maxsus xolodilnik ham sotib oldik. Ular kelib bizaga o'sha necha anaqada turishini, gradusda turishlarini to'g'rilab berib ketishda nazorat qilib turishadi. Chunki u misol uchun svet o'chganda erib ham qolishi kerak emas. Qattiq muzlab ham ketishi kerak emas. O'zlari to'g'rilab berib ketishda bolalarimiz sevib tanovul qilishadi bu mahsulotlarni. Sayyor opa, men ko'rdim kameradan, sizni o'zingizdan bolalarga kirib dars o'tarkansiz, rahbar bo'lsangiz ham. Siz ham hamma bog'chalarning rahbarlariga o'xshab o'tirsangiz bo'lmaydimi? Nima foydasi bor bu o'zingiz kirib dars o'tishingizda? Endi qanaqa o'zim shu sohadan chiqqan bo'lganim uchun, tarbiyachi bo'lib ishlaganim uchun qanaqadir o'zimni sohamni sog'inish bor. Rahbar bo'lsam ham, rahbarlikdan ko'ra tarbiyachilikni ko'proq yaxshi ko'raman. Demak, o'zimcha o'ylayman, agar ishlamasam bolalar bilan nima deydi, esimdan chiqib qoladigandek. Shu tarbiyachiligim esimdan chiqib qoladigandek, men o'zimni bunda ham rivojlantirib turaman. Yengilliklarni kirib dars o'tsam bolalarga maza qilaman-da, to'g'risini aytsam. Mana har kuni bitta guruhga kiraman. Aytaman, kimga nima o'tib beray bugun? Kimlardir aytishadi, Sayyor opa, siz yaxshi erta o'qib bering. Kimlardir aytadi, rivojlantiruvchi o'yin qilib bering. Kimlar harakatli o'yin qilib bering deb iltimos qilishadi-da. Keyin kirib shu darslarni o'tib beraman. Bolalar juda ham yaxshi ko'rishadi. Bolalar eshikdan kirganimda o'sha bilishadi, men dars o'tgani kelganman. Xursand bo'lib ketishadi. Kichkinalar ham, mana kichkinalarga ko'p kiraman. Melki motorikasini shu rivojlantirish uchun ko'p ishlayman kichkinalar bilan. O'rta guruhga kiraman, katta guruhga kiraman. Nimaga kiraman? Misol uchun men tarbiyachiga, o'zim olgan shu pedagoglarimga qanaqa dars o'tish kerakligini ko'rsatib qo'yish uchun kirmayman. Men kiraman, bolani test qilaman. Demak, bola misol uchun o'tgan kuni qanaqa edi? Qanaqa bilim, misol uchun nimasiga ega edi? Bugun qanaqa bola? Demak, bolada qanaqa kamchiliklar bor? Misol uchun rivojlantiruvchi o'yin o'ynaganimda diqqati qanaqa bolani, ranglarni bilyaptimi, yo'qmi, hayvonlarning tovushini bilyaptimi, yo'qmi, yoki melki motorikasiga ishlaganimizda u o'sha narsani olib ustiga qo'ya olyaptimi yoki yo'qmi? Men shularni tekshiraman. Demak, agar olib o'sha narsani borda shunaqa narsalar ushlamay, qo'lda kuchi yo'q.
qo'lda kuchi yo'qmi, tashlab yubordi. Oxirigacha ushlab, o'sha joygacha olib bora olmayaptimi? Men aytaman, darrov qo'liga massaj qilinglar bolani. O'zimizdan o'sha yojik koptovlarimiz bor. Shu barmoqlarining uchlariga bolani massaj qilinglar. Qo'lini qizdiringlar. Shu barmoq mashqlari bor, uni bajaringlar. Olib qo'yiladigan narsalarni ko'proq qilinglar. Masalan, aytaman, masalan, mamo anaqa maftuna qizning rangi farqlanmayapti. Mana pushti rang bilan ko'k yashil rang bilan masalan qorani ko'proq ranglarni ustida ishlagan bu bilan deb yoki mana bola o'tirishadi, men qildirayotganda ko'zi boshqa joyda bolani olib qo'lini ushlatib misol uchun qildirayotganimizda boshqa joyda xayol, men aytaman diqqati yo'q bolani. Diqqati ustida ishlagan deyman. O'tira olmaydigan bolalar bor. O'tira olmaydigan bolani nima qilaman? Olib tizzamga o'tkazib yoki yonimga chaqirib, o'zimga yaqinroq joyga ular bilan shug'ullanaman. Shunda nima deydi, ham natijaga erishamiz, ham o'zim uchun bilaman. Mani bolalarim, bu bog'chadagi bolalar mani bolalarim, mani farzandlarim, chunki ota-onalar bizga ishonib topshirgan. Demak, bular qanaqa rivojlanyapti? Men ertaga javob berishim kerak. Mani bolam 2 oydan beri bog'chasiga kelyapti, hech nima o'rganmayapti desa, bu men uchun uyat. Katta minus men uchun. Bu juda nima deydi, o'zimni kechira olmayman bu narsadan. Undan ko'ra o'zim kirib tekshiray. Ham o'zimga mazza qilib, nima deydi, o'zimni sevgan kasbim, misol uchun, o'zimni har doim qilib yurgan ishim. Mana nechta bog'cha, 4 ta bog'chada ishlagan bo'lsam, hamma joyda dars o'tganman. Har kuni endi haftada 4 marta, 5 marta ham kirgim kelaveradi, o'sha yerga bolalar bilan shug'ullangim kelaveradi. Men ularni emotsiyasi kerak menga. Bolaga yoqyaptimi, yoqmayaptimi, kimdir yig'layaptimi, injiqlanyaptimi? Misol uchun injiqlayotganlar ham indamay o'tiradi kelib. Chunki har kun kiraman, meni ko'rishadi, so'rashaman, ular bilan salomlashaman, qanaqasizlar deyman. Hech kim yomonlik qilmayaptimi deyman, to'polon qilmayapsizlarmi, yaxshi bola bo'lasizlarmi deyman. Xabar olaman. Aylanib har kuni kun mobaynida 4-5 martadan kiraman guruhlarga. Bolani nazorat qilish uchun yangi kelgan bolalarni o'zimni ko'zim bilan ko'rishim kerak. Psixologim yoki logopedim yoki medsestram xabar olgani boshqa. Men xabar olganim boshqa. Misol uchun ota-onam menga yozyapti, Sayra Rajabovna qanaqa bolam desa, bor chiqib kelganda video olib kelgin, men tashavari oysiz qilyapti deya olmayman. Mendan so'radimi, men o'zim ko'zim bilan ko'rib chiqib, ota-onaga javob berishim kerak bo'ladi. Здравствуйте, уважаемые родители и наши подписчики. Наш детский сад «Архимед» заботится о детях и предлагает им уют и любовь. В нашем детском саду есть все методические пособия и занятия, необходимые для всестороннего развития ребенка, так нужного в наше время, которое полно различных чудес и открытий. Сегодня в нашем детском саду введены новые предметы. Это эмоциональный интеллект и ораторское искусство. У нас в каждой группе есть 24 сенсорные коробки, которые прекрасно подходят каждому ребенку, и каждый ребенок находит, чем себя занять в течение дня. В нашем детском саду организовано 5-разовое питание, которое находится на сбалансированном уровне, а также выдаются различные напитки, которые восполняют необходимый баланс ребенку. В нашем детском саду есть интерактивные доски, которые развивают мышление ребенка и различные занятия. С конца октября месяца в нашем детском саду уже есть включено отопление, которое делает жизнь детей и администрации детского сада более полноценной для того, чтобы родители могли беспрепятственно, не боясь, отдавать в наш детский сад своих детей. Мы делаем скидки. Также у нас планируются поездки на различные мероприятия, в парке, а также к нам приезжают кукольный театр, и у нас существует тематика мероприятий, которых мы осуществляем по ГОСТам. Ну, например, это игры, которые восполняют необходимые потери для ребенка. Это, например, различные игры с шарами, с атрибутами. Это большая работа по Воскобовичу «Фиолетовый лес». А также мы используем различные учебники
по математике, это и Гейдман, и Моро. Полностью мы подготавливаем детей к школе. Значит, а образовательный процесс начинается с нескольких вещей. Во-первых, в первом классе очень требовательно педагог относится к занятиям по симметрии, по фигурам, по таблице умножения. И есть такая тема «до» и «после». Поэтому мы с детьми каждый день изучаем панели, у нас 4 в комнате панели, и они знакомятся и даже иногда говорят то, что они и не заметили. Потому что внимание для ребенка – это очень важно. У нас введен предмет правила дорожного движения, и когда мы преподаем этот предмет, мы видим, что детям это интересно. Также у нас проводятся занятия по логомоторике, нейрографике и различные танцы, которые называются, например, один из танцев называется шафл. Мы используем музыку Шопена, Чайковского и Песталоцци. И когда у нас дети засыпают, они также слушают музыку различных композиторов. Я, например, предлагаю всем использовать музыку Чайковского «Фея дрожжи». И даже иногда детям это нравится, и они сами выбирают музыку. Например, Моцарта или вальс Шопена, вальс дождя или мелодия рая. Детей это успокаивает. У нас в детском саду введены, соблюдаются все требования и нормы санитарной гигиенической дисциплины. И наша директор Курбанова Сайора Раджаповна каждый день вводит новые корпоративные правила, которые все сотрудники детского сада соблюдают, и стараются поддерживать опрятный вид, порядок в саду, чистоту и многое другое, о чем даже и не скажешь. Если посмотреть на директора сада, можно сказать, что детский сад начинается с нее. Потому что когда ты видишь директора сада, у которой всегда прическа, она накрашена, видно, что у нее нет избыточного веса. И это всегда большой плюс для директора. И поэтому каждый родитель, который приходит в наш детский сад, вы даже можете прийти в течение дня, находиться в группе или отдать ребенка на небольшое время. Дорогие родители, наша администрация, наши соучредители приглашают вас посетить наш детский сад, посмотреть, ознакомиться и сделать выбор в пользу нашего детского сада «Архимед». Mani farzandim Arximed Kids bog'chasiga mana уже necha oy bo'ldi? 3 oydan oshdi. Kelyapti. Bizni boshida rosa o'ylangan edik, qaysi bog'chaga berishim kerak. Endi yaxshi bog'chani qidirib, ham pedagoglar yaxshi bo'lish kerak, ham tozalik birinchi o'rinda bo'lish kerak, ham ovqatlarga ham juda ham ahamiyat berdim. Keyin bolalarga adaptatsiya vaqti sekinroq bo'lib, tezroq bola ko'nikib, bog'chaga xursand bo'lib ketishini xohlagandim farzandimni. O'shaning uchun juda ham biz xo'jayinim bilan shu Yunusobodda nechta bog'cha bo'lsa, почти hammasiga borib keldik. Keyin Sayora Rajabovnani nimalarini ko'rib qoldimda Instagramda. O'sha webinar to'g'risida ma'lumot etdilar. Keyin webinarlarda qatnashdim. Keyin iyunda ochilishi bo'ldi. Iyunda birinchi ochilgan paytida ochilish marosimida qatnashmadim. Keyin bir haftalardan keyin kelib ko'rib ketdim. Keyin yana olib kelaman dedimda, keyin ozginadan keyin bir tayyorgarlik narsamiz bor edi, o'shalarni qilib, keyin olib keldim, joylashtirdim. Boshida o'yladim, qanaqa bo'lar ekan, o'rganarmikin, bog'chaga yo voqli berib qo'ydimmi dedim. Yo, lekin sekin-sekin pedagoglarimiz juda ham yaxshi. Sayora Rajabovna boshchiligida psixologimiz bor, Go'zalxon, keyin logopedimiz bor, Malikaxon, Feruzaxon pedagogimiz, Nozimaxon, hammalari, oshpazlari ham juda ham yaxshi, jamoa juda ham yaxshi bo'lgani uchun bolamiz, o'g'lim tez o'rganib ketdi. Bir haftacha sal yig'lab naqildi, undan yog'iga keyin o'sha o'rganib kelib, xursand bo'lib, o'tirib, mana shunaqa ko'rib ketdi. Keyin yana bu yerda menga bitta yoqadigan tarafi, birinchi qavatda har bitta gruppaga nima qo'yilgan, video kameralar qo'yilgan va o'sha video kamera bemalol ota-ona kelib farzandini qanaqa holati, yig'layaptimi, yig'lamayaptimi, o'zini qanaqa tutyapti,
shuni ko'rib xohlagan paytda kelib ko'rishi, kuzatishi mumkin. Shu taraflari menga juda ham yoqdi. Keyin yana bu yerda 5 mahal ovqatlanish nima qilingan, tashkil qilingan. Keyin haftada bir baliq taomini ham berishadi, baliqli kunlari. Bu degani menyulari ham juda ham yaxshi, sog'lom. Bolajonlar uchun maxsus qilingan menyu. Keyin hamma mashg'ulotlar bolani rivojlantiruvchi mashg'ulotlar bu yerda. Menga o'sha ham juda ham yoqadi. Keyin bu yerda tibbiy hamshiramiz ham borlar. Nargizaxon ular ham juda ham e'tiborli bolalarga har doim ertalab kelganda bolalarni o'zlari kutib oladilar, temperaturalarini o'lchab chiqaradilar. Hozir ayni sezon virus kasallar tarqalgan payt bizga kerakli nima deydi? Hamshiramiz ayni kerakli paytda o'zlarini yordamlarini ayamaydilar. Keyin Sayyor Rajabovga alohida rahmat aytmoqchiman. Feruzaxonga endi hozir Feruzaxon ozgina mazalari yo'q bo'lgani uchun ishdamaslar-yu, lekin Navzimaxonga, Feruzaxonga rahmat aytmoqchiman. Farzandimga mehr berishgani uchun. Men juda ham xursandman bu bog'chaga berganimdan. Rahmat hammaga. Arximed Kids'ni hammaga tavsiya qilaman. Ilohim rivojlansin. Hamma bolalar xuddi o'zini ikkinchi uydek kelib, xursand bo'lib ketsin. Ota-onalar ham xotirjam uyda o'tirsin.